Assalomu alaykum, hurmatli student. Mukammal Telegram bot dasturlash kursini davom etamiz. Bugungi darsimizda virtual muhit nima, qanday o'rnatiladi va iogram nima va nima uchun kerakligi haqida gaplashamiz. Iogram bu Python dasturlash tilida yozilgan Telegram botlarini yaratish uchun mo'ljallangan asinxron framework hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, iogram bizga bot kodini tezroq, tozaroq va professional usulda yozishga yordam beradigan Python kutubxonasi hisoblanadi. Demak, iogram nima uchun kerak? Telegram API bilan ishlashni soddalashtirish uchun kerak bizga iogram. Ya'ni bizga kerakli barcha funksiyalar, xabar yuborish, tugmalar, callback datalar, foydalanuvchi holatlar va hokazo tayyor holda mavjud ushbu kutubxonamizda. Demak, iogram asinxron ishlaydi. Bu degani bot bir vaqtning o'zida ko'plab foydalanuvchilarga javob bera oladi va katta hamjamiyatga ega. Iogram juda mashhur, demak siz har qanday muammoga javob topishingiz mumkin internet orqali mustaqil. Modul tuzilishi yaxshi, ya'ni katta loyihalar uchun mos kodni tartibli ushlab turadi. Misol uchun Python dasturlash tilida bir nechta modullar, frameworklar mavjud Telegram bot yaratish uchun. Misol uchun oddiy Telebot kutubxonasi bilan mingdan ortiq foydalanuvchiga xizmat qilish qiyinroq bo'lishi mumkin. Iogram bunga osongina bardosh bera oladi. Xo'p, demak, virtual muhit nima? Virtual muhit bu loyiha uchun alohida Python muhit bo'lib, u sizga global Python o'rnatilgan joyga ta'sir qilmaydi. Bu degani har bir loyihani o'zining kutubxonalari, versiyalari bilan ishlaydi. Misol uchun tasavvur qiling, bitta bot yaratyapsiz. O'sha botimizda iogramning ikkinchi versiyasidan foydalandingiz va ikkinchi botni yaratyapsiz va ikkinchi botimizda iogramning uchinchi versiyasidan foydalandingiz. Mana shunda virtual muhitda ishlamasangiz xatolik kelib chiqishi mumkin. Ya'ni versiyalarda bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bitta modul ikki xil versiya bo'lgani uchun xatolik kelib chiqadi botimizda. O'shani oldin olish maqsadida virtual muhitlardan foydalaniladi. O'shaning uchun bizga virtual muhit kerak bo'ladi. Demak, Windows R deb bossak, bizga qidiruv oynasi ochiladi. Bu yerga cmd deb yozsak, bizga Windows'imizning komanda stroykasini ochib beradi. Ya'ni bu Linux operatsion tizimidagi terminal hisoblanadi. Ya'ni Windows terminali. Bunda buyruqlar orqali kompyuterimizni boshqarishimiz mumkin, ya'ni papkalar hosil qilishimiz mumkin. Juda ko'p ish qilish mumkin. Demak, cd рабочий stol papkasiga kirib oldim. Endi bu yerda loyihamiz uchun fayl yaratamiz. Buning uchun dir buyrug'ini yozamiz va papkamizga nom beramiz. Telegram bot. Enter deb bossak, bizning papkamiz yaratildi. Mana ko'rib turibsiz. Рабочий stolimizda paydo bo'ldi. Hozir biz komanda stroyka orqali papka yaratdik. Demak, bu papkamizga kirib olamiz. Xuddi shu papkamiz. Buning uchun cd papkamiz nomini yozamiz. Enter bossak, xo'p. Enter bossak, biz papkamiz ichiga kiramiz. Dir orqali papkamiz ichini tekshirishimiz mumkin. Papkamizni olish hech narsa yo'q. Xo'p, demak, virtual muhit yaratamiz. Buning uchun Pythonimizni versiyasini tekshirib olamiz. Ya'ni Python kompyuterimizga o'rnatilganmi yo'qmi tekshirib olamiz. V desak, demak bizga Pythonimiz versiyasini ko'rsatadi. Ya'ni bizda kompyuterimizda Pythonning 3.9 versiyasi mavjud ekan, o'rnatilgan ekan.
Ya'ni Python o'rnatish, kompyuterga Python o'rnatish haqida Python asoslari kursimizda batafsil gaplashganmiz. Agar kompyuteringizga Python o'rnatilmagan bo'lsa, o'sha kursimizda ko'rib, kompyuteringizga Python o'rnatib olishingiz mumkin. Komanda oynamizni tozalab olamiz. Demak, endi virtual muhit yaratishga o'tamiz. Buning uchun Python va m venv virtual muhitimizga nom beramiz. Ya'ni my.env deb nom beramiz. Endi bu virtual muhitimizning nomi hisoblanadi. Enterni bossak, ozroq kutamiz. Bizda virtual muhiti hosil bo'ladi. Virtual muhit yaratish uchun boshqa kutubxonalar ham mavjud. Boshqa yo'llar bilan ham virtual muhit yaratish mumkin. Men soddaroq va eng osonroq yo'lni ko'rsatyapman. Demak, virtual muhitimiz yaratildi. Ko'rishingiz mumkin. dir buyrug'i orqali. Mana ko'rib turibsiz, my.env degan virtual muhitimiz yaratildi. Papkamizni ochsak ham, mana biz my.env degan virtual muhitimiz yaratilgan. Xo'p, demak, virtual muhitimizni endi aktivlashtirishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Virtual muhitimiz nomini yozamiz. My.env bizning virtual muhitimiz /scripts va aktivat qilamiz. Aktivat enterda bossak, mana ko'rib turibsiz, bizning virtual muhitimiz aktivlashdi. Demak, agar siz Windowsda xuddi shu usul orqali aktivlashtiriladi. Agar siz Linuxda bo'lsangiz, Linuxda Zorki keyin muhitimizni nomini yozamiz va bin aktivat. Ya'ni bu Linux uchun virtual muhitni aktivlashtirish komandasi hisoblanadi. Ya'ni agar Linuxda bo'lsangiz, terminalingizga xuddi shu komandani yozsangiz, virtual muhitimiz aktivlashadi. Biz o'z Windowsda bo'lganimiz uchun xuddi ushbu komanda orqali biz virtual muhitimizni aktivlashtirdik. Demak, biz o'z loyihamiz faylni yaratdik va virtual muhit yaratdik va virtual muhitimizni aktivlashtirdik. Endi virtual muhitimizning ichida iogram frameworkini o'rnatishimiz kerak. Buning uchun pip install, ya'ni Pythonda tashqi kutubxonalarni o'rnatish uchun pip installdan foydalaniladi va kutubxona nomi yoziladi. Biz iogramni o'rnatamiz. Demak, iogram enterni bossak, bizga virtual muhitimizga iogram frameworkini o'rnatib beradi. Ozroq kutamiz, bizga yuklab olyapti kompyuterimizga iogram frameworkini. Demak, ko'rib turganingizdek, biz iogram frameworkini virtual muhitimiz ichiga o'rnatdik. Endi bu iogram frameworkimizni versiyasini ham tekshirishimiz mumkin. Ya'ni qaysi versiyasini o'rnatganimizda bu yerda ko'rishimiz ham mumkin.
Demak, buning uchun o'ynamiz to'dalaymiz. Pip show iogram, ya'ni kutubxonamizni versiyasini tekshirib olamiz xuddi shu buyruq orqali. Mana ko'rib turganingizdek, biz iogram versiyasini 3.22 versiyasini o'rnatib oldik kompyuterimizga. Ajoyib. Xo'p, demak, bugun xulosa qiladigan bo'lsak, biz bugungi darsimizda virtual muhit nima va kompyuterimizga qanday o'rnatishni ko'rib chiqdik. Virtual muhit yaratishni va iogram nima va nima uchun kerakligi haqida gaplashdik. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsimizda kod yozishni boshlaymiz. Ya'ni Telegram bot yaratishni o'rganamiz keyingi darsimizda botphaser orqali. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.